Agar qiz sizni haqiqatdan sevsa, u mana shu 5 narsani qiladi. Birinchisi, u rashk qiladi. Va bu sizga ishonmagani uchun emas, balki sizni yo'qotishni xohlamagani uchun. Ikkinchisi, u sizni kechiradi. Albatta hammasini emas, lekin ko'p narsaga ko'z yumishi mumkin. Ha, siz xato qilasiz. U kechiradi. Chidaydi. Kechiradi. Chidaydi, kechiradi. Lekin tushuning, har narsaning chegarasi bor. Shuning uchun haddan oshmang. Uchinchisi, shunday tushuncha bor. U sizni miyani qotiradi. Albatta bu to'g'ridan to'g'ri ma'noda emas. Masalan, u sizga nimanidir aytadi, sizga yetkazishga harakat qiladi. Siz uchun bu mayda narsa bo'lishi mumkin, lekin uning uchun bu juda muhim. Chunki qiz uchun o'zini muhim va sevimli his qilish juda muhim. To'rtinchisi, u sizdan xafa bo'ladi. Qanchalik g'alati tuyulmasin, lekin yaqin inson aytgan og'riqli so'zlar begona odamnikidan ancha kuchliroq ta'sir qiladi, ko'proq og'ritadi. Beshinchisi, u sizga foydali bo'lishga harakat qiladi. Masalan, siz nimadir bilan band bo'lsangiz, u so'raydi: "Qanday yordam beray? Senga nima qilishim mumkin? Aytsang bo'ldi." Yana bir nechta juda muhim maslahatlarni esa profil shapasidagi havola orqali kanalda joylayman.